Yanchar quyon qamoqda 13-qism. Og'ir jarohatlangan mamma o'ziga keldi. Uni shifokor g'oz davolagan edi. Va nihoyat o'zingga kelding. Zo'r davoladim. Ozgina kamchiliklarni hisobga olmaganda. Tatuirovkam o'chgani kichkina muammo emas. Aniqrog'i to'g'irlangan muammo. Ona 25 sm yozilgan edi. Ha, ko'rdim. Onasini emsin deb yozib qo'yibsan. Mayli, sen haqsan. Buni muammo deymiz. Aniqrog'i onasini emgan muammo. Tushunmadim. Sen meni ustimdan kulyapsanmi, g'oz? Bo'ldi, kechiring. Mayli, bitta oxirgi hazil. Bilasanmi, nega seni qidiruv taxtachasiga rasmiy ilishmaydi? Xo'sh, nimaga ekan? Chunki seni gavdang rasmga sig'maydi. Sen g'ozni hozir borib bo'yningni sindiraman. Ana, sekin-asta o'rningdan ham turding. Jahling chiqsa, tuzalishing tezroq bo'ladi. Lekin bunda yetolmaysan. Politsiya qidiradi. Nachalnik uyiga tashrif buyuramiz. Mamani qochirganlar gap eshitmoqda. Shuncha odam qanday qilib qochirdinglar? Bitta vaqt o'zini eplab ushla olmadinglar. U Saturnga o'xshab jang qildi. Uni ushlab eplab bo'lmadi, lekin uni yaraladim. U uzoqqa qochib ketmagan. Unda yana o'rmonga qidiruv e'lon qilinglar. Uni topmasdan qaytmanglar. O'rmonga yana reyd e'lon qilindi. Doktor G'oz mammani qo'ltiqlab olib bormoqda. Va birdan sirena ovozi eshitildi. Bilaman, ko'ting chidamayapti, lekin biz shoshilishimiz kerak. Sen meni qo'ya tur. Nega menga yordam beryapsan? Pul uchun deb tushunma-yu, endi men seni qutqarganim uchun sherikman. Ikkinchidan, men cho'chqani yoqtirmayman. Unda qochishni foydasi yo'q. Biror joyga berkinish kerak. Ular molxonaga berkinishni afzal ko'rishdi. Ular berkinish uchun joy qidira boshlashdi. Menimcha men o'zim uchun qulay joy topdim. Bochkani ichiga yashirinaman, sumkani ham yashiraman. Men bochkaga sig'mayman, chunki juda ham kattaman va 25 sm ham bor ortiqchasiga. Taqdirga tan berdim. Yo'q, mamma hali yengilmaydi. Va qidirgani molxonaga politsiya ham keldi. Ular hamma joyni tiklab qarashmoqda. Juda g'alati qo'y. Yana ovozi ham g'alati ekan. Balki u ovqat yemoqchidir. Men unga dumbali shakar beraman. Mama o'zini sotib qo'ymasligi uchun shakarni qo'yga o'xshab yedi. Qo'riqchilar uni mazah qila boshlashdi. Endi ovqat berish mening galim. Cho'ntaklaridan dumbali qand chiqarib yana berishdi. Yana beraylik. Hamma joyni qidirib chiqdik. U bu yerda yo'q. Lekin bu yerdan sigaret hidi kelyapti. Faqat ahmoq yashiringan joyda sigaret chekadi. Mama juda aqlli. U bizni chalg'itish uchun ham sigaret chekib ketgan bo'lishi mumkin. U biz o'ylaganchalik qo'y kalla emas. Ha, ko'p vaqt yo'qotmaylik-da, yana qidirishni boshlaylik. Qo'riqchilar qidiruvni to'xtatib, boshqa joyga ketishdi. Bochkadan chiqqan g'oz tinmasdan kulardi. Bugun nega hamma meni ustimdan kulyapti? Bochkani ichida o'zimni zo'rg'a kulgidan ushlab turdim. O'zing bir o'ylab ko'r. Qaysi qo'y o'zini dumbasidan bo'lgan shakar yeydi?